Ha do'stlar, eng yaxshi stomatologiyasiga keldik. Hozir sizlarga joylashgan bu Pisatet maktabining to'g'risida. Hozir vrach bilan gaplashamiz. Ko'raylik, tishlarimizni ko'rib, qanday konsultatsiya berar ekan. Assalomu alaykum. Keling aka, nima xizmat, nima bezovta qilyapti? Shu tishimni netdi, bir shamollashma bilmaymiz, ya'ni og'rityapti. Qaysi mahal og'rityapti? Shu muzday suv ichganda ichganda, kechqurunlari. Kechqurunlari. Ha. Og'rimay. Og'rimay qolyapti, shu galati bo'ladi, shunga bir ko'rinib qo'ydi. Ko'ramiz, lecheniasini qilamiz, xudo xolasa. Hop, bizda hozir Ramazonning hurmatiga 50% skidkalar bo'lyapti. Lecheniyalarga kam ta'minlangan oilalar bo'lsa yoki o'sha muhtojlar bo'lsa, ular bemalol kelib murojaat qilishi mumkin. Lecheniyalarga 50% skidka qilamiz. Qo'ldan kelishicha yaxshi og'rimaydigan qilib bitirib beramiz. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فقر Aka o'tishingizda karies, men tarafga yetib qolgan, olsa og'rimaydi. Ertaga plombasini qo'yamiz. Ertaga bo'lsa, ertaga ro'za kelyapti, ro'zam ochilib ketmaydi? Inshaalloh ro'za ochilmaydi. Nimagaki meditsinada biz mesni narkoz qilamiz. Narkoz ro'zaga, og'izga, vitaminni nimasiga qo'shilmaydi. Bu faqat mesni bo'lib, shu tishni, ya'ni o'zini ila muzlatadi. Bemalol kelaveramiz. Bemalol kelaverasiz. Xudo xolasa boshqa tishlarda ham, boshqa odamlar ham nima qiladigan bo'lsa, ro'za ochilmaydi, lecheniyalar o'sha og'izning ichida bo'lgani uchun oshqozonga, boshqalarga ovqat sifatida bormaydi. O'shanda men 50% to'layman shu ro'za uchun. Inshaalloh 50% skidkamiz boshlangani uchun bugundan ro'za ichi 50% skidka boshqa odamlar ham bemalol kelishi mumkin. Alloh sizlarga Alloh rozi bo'lsin. Doktor yana bitta savol, agar ayol kishilar kelsa qanaqa bo'ladi? Hop, ayol kishilarga ham vrachlarimiz bor. Отдельный kabinetlarda bu erkak kishilarga qo'shilmaydi. Детский vrachlarimiz ham bor. Ular ayol kishilar qaraydi? Ayol kishilar qaraydi. Yosh bolalarga ham lecheniyalar, детский nimalar qaraladi, yosh bolalarga ham. Bemalol kelaverasizlar. Yaxshi ekan. Bo'ldi, rahmat. Hop, salomat bo'ling. Eshitdinglar, hammalarni shu yerda kutamiz. نطق الحجر شق القمر بإشارة Hozir mana ishingizga bitta rentgen qilib beraylik-a birinchi. Ha, doktorimiz. Katta ochib turing. Jo'nda qo'yamiz. Top. Bizni rentgen uslubalarimiz ham bor. O'zimizda uzoqqa birovga jo'natmaymiz. Shu yerda 2 daqiqaning ichida rentgen chiqadi. والليل دجى من وفرته. Mana hurmatli aka opa singillar, sizlar uchun juda ham zo'r yangilik. Ramazon oyi hurmatiga shu stomatologiya barcha shu lecheniya, davolanish xizmatlariga 50% skidka qilib berdi. Shu hammalar uchun shu yerga bemalol kelib 50% skidkaga qildirib ketsanglar bo'ladi. O'zi atay professional tish doktorlari ayol kishi va erkak kishilar uchun barcha sharoitlar bilan shu yerda sizlarni kutib olishadi. Bu stomatologiyaning adresi Dakan Polvon ko'chasi. Bu yerda Pisatet maktabining to'g'risida yonida o'sha Medius Med meditsinal bor-bori bor. Va shu eshik bilan kirganinglarda 2-etajdagi stomatologiya. Hammalarga assalomu alaykum.